Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube chorg'a ishqibozlari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Men shved baqaman, shvedni gulidan baqaman deganlar uchun bitta shunaqa shvedni gullaridan kelib qo'ygan. Birinchi tug'ishga 6 oydan o'tgan bo'g'oz. Mana akalar ostilari. Manzil qayerda deganlar uchun Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasidan bo'ladi. Birinchi qoringa 6 oylik bo'g'oz. Narxlari 31 million so'm, yana kami bor. Bo'ylari 1.25. Yuvoshligi, yebishi qanaqa deganlar uchun yebishlari o'ta xo'ra, yuvoshlari ham o'ta yuvosh. Hafta kuniga chorshanba 2025-yil 17-sentyabr. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun bittadan obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Bundan keyingi qo'ygan videolarimiz ham birinchilardan bo'lib yetib borish uchun bittadan obuna tugmasini bosib qo'yamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.